2025-yil 16-noyabr. Mana Abdumalik 20 kun davomida bularni tozaladik, hashalarini olib chiqdik, o't qo'ydik, qirg'oqqa olib chiqib, mana keyin to'g'imini soldik. Mana erinmasdan klitkadagi to'g'imga ko'proq solamiz, chunki bizning yerlar dengiz sathidan 550-600 metr balandlikda, tagi qora shag'ar, yer balbaniteti past. O'shaning uchun yerimiz ko'taradi. Keyin mana shaftoli daraxti sog'lom, mehr parvarish zo'r bo'lgan. Prosta bu yerda xato bo'lgan ekan. Haqiqatda 4 litrli, o'sha Shuhrat Abrorovni ko'rsatmasi o'sha to'g'ri. 4 litrli bu navga aytadi. 4 litrli qilib tarbiyalash kerak. Prosta biz ulgurmadik bunga. Kesuvchilar bahorda yaxshi kesmagan. 4 litrli qilib tarbiyalaymiz. Endi buni erta bahorda kesamiz. Xullas, mana go'ylarni solib oldik. Ustida amofos 1 gektar joyiga, ya'ni 500 tup daraxtga ketadi. 1 gektar joyiga 300 kilo amofos, toza amofos solish kerak. Albatta o'g'it tanlash adashmaslik kerak. 100 kilo kaliy, xlorid, plus bunga go'ng chirish uchun, bahorda begumizga aylanish uchun 300 kilo karbamid aralashtirib atrofiga sepamiz. Ana undan keyin o'zinasiga 2 marta borib keladi. Traktorda, mini traktor chizil qiladi. X qilib ham mana bunaqasiga yuriladi. Go'ng yaxshi aralashish uchun. Ko'ndalangiga 2 marta borib keladi. Go'ng, birorta go'ng qolib ketmaslik kerak. Sababi biyogumuz bo'lib chirish kerak. Xullas mana juda ham chiroyli. Ana undan keyin biz nima qilamiz? 3-4 kundan keyin to vargini har bitta novdasigacha dori bilan ishlab chiqamiz. Ya'ni 1 tonna suvga misning xloridli oksidni originalini olish kerak. O'qlama dorilarga uchrab qolmaslik kerak odam. 4 kilo yetadi, chunki biz rosa pishib, maydalab, tumanni qilib cho'chamiz. Mana bunaqa har bitta shoxigacha tegish kerak. Yer bag'rilab sepamiz. 1 tonna suvga 4 kilo misning xloridli oksidni, 20-25 kilo atrofida karbamid, shu baklarni mana bunaqa to'kilishiga, chirishiga yordam beradi. Dori yaxshi singish uchun silver, K5 degan kleylar bor. Shu kleydan qo'shiladi ma'lum bir miqdorda. Ana keyin yer bag'rilab ham sepish kerak. Sababi mana shu baklarga tegmasa kakamikoz, maniliyoz, klespastariyoz degan har xil zamburug'li kasalliklar bor. Mana shular daraxtga chiqib zararini yetkazadi. Bular albatta buni kech kuzda ishlov berish kerak, effekti yaxshi bo'ladi. Bahorda emas, bahorda kechga qilamiz. Bahorda iso va boshqa dorilarni chachamiz. Xullas mana mehr berish kerak boqqa. Dunyo talabiga, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa standartlari talabiga javob beradi bu bog'im. Qo'rqmasdan aytalaman. Xullas odam yerda qadriga yetish kerak ekan. Bizda qangi, mana Farg'onada qangi, O'zbekistondagi iqlim mana shaftoli gilos uchun eng zo'r iqlim. Bu yurtda qadriga yetish kerak. Prosta dehqon yerdan unumli foydalanish kerak, yerga mehrini berish kerak. 2 marta mana chizil qilgandan keyin go'ng aralashish 2 marta albatta aytib o'tdim, chillash suvni beramiz, miltiratib. Suv berish madaniyatiga ham rioya qilish kerak. Mana siz bilan Ozarbayjondagi Gabala, Kuba rayonidagi bog'larni ko'rdik. Go'ng solishda ularga ham xatolari bor. Ularni bog'idan ham chiroyli deb bemalol ayta olaman. Qarang, men har birini o'zim yurganman. Har biriga qarab chiqqanmiz. Keyin biz har bitta shox bo'yicha, har bitta daraxt bo'yicha ishlaymiz, har bitta shox bo'yicha ishlaymiz, keyin har bitta meva bo'yicha ishlaymiz. Даже daraxtdagi mevani sanab chiqish kerak. Eng sifatli mevalarni may oyida, shu mayda o'rtalarida toqalab chiqish kerak. 10-15 sm ga yaponlarga o'xshab bittadan meva qo'yish kerak. Ana keyin siz dunyo talabiga javob beradigan raqobatbardosh eng sifatli shaftoli va boshqa mevalarni yetishtira olasiz. Haqiqatda qarang, mana juda ham chiroyli qaralgan. Prosta mehr kerak, tamom.